aka qo'laysiz. 2023 kraska stozi. Narxini. Yo'q, bunaqa narx, aka. Yo'q, narx Yo'q, narxi yaxshi, aka. 14 mingga qo'yaylik aka. Yo'q, 14 ming, aka. U mushu pulush ham. Ziyon qiladigan narx, aka u. Bo'ldi aka, oxiri. Oxiri 14.400 ga qo'ying sizning kanalingizga. Men o'zimni kanalimga 14.600 qo'ydim. Siznikiga bo'lsa 400 ga qo'yamiz, aka. Bo'ldi. Undan 14. To'g'ri, arzon inomarka so'raganlarga BYD E2 elektromobil 2023-yil 33 ming yurgan, kraskalari top-toza. Mashina ideal holatda haydalgan. Salon qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, salon qismi juda ham akkuratni tutilgan. Yo'mkislarni tekshirib olasiz, 96% yo'mkisi turibdi. Avtomobil salon qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, avtomobil o'rindiqlari o'ta ideal tutilgan. Multirul monitor oldingizda juda ham chiroyli joylashtirilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi O'zbekiston yo'q narx qo'yib qo'ydik. 14.400 ga bunaqa BYD'ni bosib olsangiz bo'laveradi. Egalari telefon nomerlarini pastda qoldiramiz.